Andijon shahar 4-kichikdaha 32-uy yonidagi muammo haqida bir necha yil burun mana shu yerda truba yorilib, bu yerda 1-2 marta ta'mirlab chaqirganimizdan keyin yamab ketishdi. Mana bugun kechqurundan beri mana shu toza suv oqib yotibdi. Shu yilning 22-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali Andijon shahar 4-kichikdaha Barkamol mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan shu hududda joylashgan 32-ko'p qavatli uyning yonida ichimlik suv tarmog'i nosozligi bo'yicha murojaat e'lon qilingan. Mazkur murojaat bo'yicha Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati ishchi xodimlari tomonidan kelib o'rganilganda shu hududdan o'tgan diametri 50 mm bo'lgan ichimlik suv tarmog'i nosoz holga kelganligi aniqlandi va hozirda ushbu nosozlikni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Mana shu 4-32 yonidagi suvda nosozlik paydo bo'lgani uchun biz suv ta'minot korxonasiga murojaat qildik. Ular ham bizni murojaatlarimizni to'g'ri qabul qilib, tezlik bilan kelib ishlarni olib borishyapti. Mana shu nosozliklar bartaraf etilyapti. Buning uchun ularga suv ta'minot korxonalariga, xodimlarga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat.